Tannarx o'zi nima? Tannarx tayyor mahsulotni qiymati. Xo'p. Misol uchun, korxonangiz yanvar oyida 100 million so'mlik qiymatga ega bo'lgan tovar xarid qildi. Siz buni yanvar oyidagi xarajatlarning qatoriga qo'shasizmi, qo'shmaysizmi? To'langan bo'lsa qo'shaman. Shu narsa xato. Xarid qilingan tovarlarning qiymati qachon xarajatlar qatoriga qo'shiladi? Tovarning tannarxi, ya'ni tannarx degani bu aynan sotilgan vaqtda paydo bo'ladigan xarajatlarning bir qismi hisoblanadi. Ya'ni tovar xarid qilingan vaqtda uni biz davr xarajatlarining qatoriga qo'shishimiz mumkin emas. Nimaga deysizmi? Chunki tovar xarid qilingan vaqtda bizning mablag'imiz kamaymaydi. Pulimiz kamayadi, lekin mablag' faqat puldan iborat emas. Tovar xarid qildik. Bizning pulimiz kamayib, o'rniga tovar qaytib keladi. Bunda biz uni xarajat qildik deb ayta olmaymiz. Endi qachon uni xarajatlarning qatoriga qo'shishimiz mumkin bo'ladi? Qachonki tovarimizni sotsak, sotilgan vaqtda sotilgan qiymati tannarx ko'rinishidagi xarajatga qo'shilishi mumkin bo'ladi.